أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Abul Barakat Abdullah ibn Ahmad al-Mahmud al-Nasafi rahimahullah yozgan Madarikut Tanzil ve Haqaiqut Ta'wil namlıq Tefsirun Nasafi degan isim bilan mashhur bo'lgan bu tefsir kitabının Baqara surasining Allah azza ve celle'nin qavli A'udhu billahi mineşşeytanirracim فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Sadakallahu azim. Mana biz şu ayet kerimindeki tefsir keldik. Endi biz bu ayet keriminin kısaca tercümesi yani aldığın derslerde Allah azze ve celle bu Kur'an-ı Kerim'nin hakikaten bir mucize ekanligini, mahluk tarafdan kelgan emas ekanligini ispatlash yuzasidan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hakiki peygamber ekanligini ispatlash yuzasidan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge mucize karakterli kılıp bunu ayete nazil kılgan idi. Yani eğer sila ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Yani eğer sila bizning bendimiz Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge nazil kılgan Kur'an-ı Kerim'den kiçikkine bir şekli bolup kalsаңlar, mana şunun okşıgan, şu Kur'an-ı Kerim'ge okşıgan sürüdün birini getirip bakыңlar, bir sürünü getirip bakыңlar. Deslepte Kur'an'dan birini getirip bakыңlar dedi. Keyin 10 sürü getirip bakыңlar dedi. Keyin 3, keyin 10 süre, keyin 1 süre getiringlar dep, en ahirde bir hadisin mislihi, bir söz getirip bakыңlar dedi. Muşunda da arkalık hiç kim getiremedi. Ta hazır hiç getiremedi, bu kıyametki kadar küçük ige bu tehaddi, kıyametki kadar küçük ige. Hazır hiç kim getiremediği için Allah Teala emes getiremediği bosanlar dep şunun cevaben fe illem tef'alu navada innemez navada şek üçüne navadi getiremmeyi kalsan tef'alu deyin gep yani anda kılanmayı kalsanlar asli fe illem tef'alu ne aslima fe illem te'tu bi suretin min mislihi diyen buludu tef'alu ne için tef'alu dep getirdi dese çünkü bu Kur'an-ı Kerim'in en fasahatlik bedi'i yollarından biri icaz yani kısa sözler, kısa sözler köp ma'nı ölçü gelir. Fiil diyen gap bir am. Fiil diyen gap am ma'nını bildirir. Yani eğer seni sürünü keltiremezsen diyen onu fe illem tef'alu yani sila qanda qılsanlar qılıp yani. Unda qılsanlar meyli, bunda qılsanlar meyli, neme qılsanlar meyli? Aşı sürünü qanda qılsanlar qılıp şu sürünü birine keltirip bakыңlar. Fe illem tef'alu diyen keltiremey qalsanlar dep onu şek kılıp atıdı. Bir keltirelemiz mi, biz mi kılamaz mı dep onu şek var. Şununla başlaştırıp keltiremey kalsanlar dep velen tef'alu dep ulaniki şekli kalbideki şekli ümidini üzüv etti. Değil mi dep? Her güz mü keltiremeyse asla ebed keltiremeyse mümkün emez. Dep Allah Teala miyadi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki iki delil çıkırıp etti Peygamber'in hakikiye. Biri Kur'an-ı Kerim'deki hakiki bir mucizkerlik onun fasahatte, balagatte, bedi'i, mana hakkında cihetten hiç kim bendin keltiremeydi kaldıkını. Yani bir Allah Teala'nın ilmi gayb, alimil gayb kellikini. Allah Teala yüzünden ilmi ezeliyesi bilen ulanı keltiremeydi kaldıkını, bilidi kaldıkını ibadet iki delilini bizge muşu velen tef'alu diyen kavlen biri vatıdı Allah Teala. Şunun kendi bunu kılamadı, keltiremedi. Eğer keltirgen bolsa idi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin kendine ergeçken Müslümanlar az idi. Lakin kafirler çoğu. Dininin düşmanları köp idi. Şunca köp durup, pasahatlik Araplar durup, cahiliyetteki şair, natık şairler, hatıplar durup, keltiremedi. Eğer bir herif keltiradigan bolsaydı, tabi meşhur bolup ketken bulattı. O keltirdi, palanı keltirgen, tustanı keltirgen dep, o meşhur bolup ketken bulattı. Keltiremedi. Keltiremediğinde Allah Teala'nın da atıdı o. Fe illem tef'alu ve len tef'alu fettekun nâralleti ve kuduhen nâs vel hicâra. Fettekun nâr. Muş fettekun nâr diyen sözde dikkat oylansanlar bunun da acayip bir ihtisar, kinaya çıkıyor. Siz aldığın kadar işte kinayeni okudun. Kinaya diyen gap o asas faydası demek yani bölümünce gapni bir gapni ifadeleş. Yani bir sözden onunki
lazimu ma'nahu yuridu bi lazimu ma'nahu. Onun ma'nosindagi lazimi iroda qilinadigan, ya'ni ma'a jawazi irodati ma'nahu. O'zining ma'nosidan iroda qilish joiz bo'ladigan narsa kinoya. Kinoya degan qanday so'z desanglar, bir so'zning lazimi ikkinchi ma'nosini iroda qilamiz. Lekin birinchi ma'noni iroda qilish ham nima? Joiz. Majozdan ayirib turadigan tarafim shu. Mushunda kinoya bilan Alloh taolo endi aytadi, fattaqun narda aytadi. Do'zaxdan saqlaninglar. Savol qilish kerak. Kofirlar do'zaxdan saqlanish bilamdi? Bilmaydi. Lekin qanday biladi? Bular hozir nimani bildi? Ya'ni Qur'onning katibini keltirolmaganligini hammasi bir bulab o'ziniki shuhadalarni chaqirib, yordamchilarni chaqiribmi Qur'onni buni keltirolmadi. Endi nima haqiqat bo'ldi hozir? Qur'on Karimning haqiqiy kitob ularning botil ekanligi oshkor bo'ldi. Unda bo'lgandan keyin buni ma'nosi sizlarning kufringlarni, ya'ni jahillikinglarni, inatlikinglarni tark etinglar va iymon etinglar. Iymon etish orqali sizlar nima qilasizlar? Do'zaxdan saqlanasizlar. Sizlar bu haqiqatni ko'rgandan keyin kufrni tashlab, jahillikni tashlab iymon etinglar. Iymon etgandan keyin sizlar nima qilasizlar? Do'zaxdan saqlanasizlar. Shundan umumida bog'lanadi buni. Vosita. Biz kinoyada eng yuqorisi qancha ko'p vosita bo'lsa, shuncha fasodlik bo'ldi dedik. Masalan, tavilun najadi, rafi'ul imad, ashadimi tavilun najat, rafi'ul imad, kasirur ramad deganda kasirur ramad eng yuqori bandasi dedik. Nimishqa? Kasirur ramad degan nima uchun? Kasirur ramad desa, saxirniki kuli ko'pkan. Nima uchun kuli ko'pkan? O'tni ko'p qolaydi ekan. Nima uchun o'tni ko'p qolaydi ekan? Uyga tomoqni ko'p yetadi ekan. Nemishqa tomoqni ko'p yetadi ekan? Uyga odam ko'p keladi ekan. Nemishqa odam ko'p keladi ekan? Mehmon jiq ekan. Mehmon nemishqa jiq ekan? Saxir intayin, karim ekan. Shundanmi? Mushunda ma'no bo'lganki buni kinoya deymiz. Bir muncha gapni bir og'iz gap bilan kayfiy rahmatla ifodaladi. Bu eng balog'atning yuqori pallalardan biri. Mana bu yerda Alloh subhanahu va taolo va taqaddas bizga nima deb beradi? O'ylab qo'yinglar. Valan taf'alu degan fattaqun nar deganning o'zida bizga mushundaq isil kinoyadan birini so'zlab fattaqun nar deb bilan bo'lganini aytdi. Uni bir muncha nima eskatmadi haliqi? Fa'aminu fadaru inadakum fa'aminu fattaqu eskatmadi. Fattaqun nar bilan saqlandimiz. Hammasi ma'no hosil bo'ldi. Ham uni kelini qisqa bo'lsa, Qur'on Karimning lafzi ixtisor bo'lsa, Tumurbagdagi qori bo'lish oson bo'ladi. Har bir gapga tafsir edigili tursak, qori qachon qancha yil Qur'onni yodlab bo'ladi masalan. Bimirzbek hozir qisqa Qur'onni yodlab bo'lmay turadi hozir 10 yil oldi. Shunday gap. Xo'sh, endi bugungi oyat karimning asosiy mazmuni shu. Undan keyin فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة deb bu do'zaxniki yaqilg'usi o't va toshlardan deydi. Demak bu dunyodagi do'zaxga o'xshamaydi. Bu dunyoning o'tlarining yaqilg'usi nima? O'tan. Odatda o'tan axlat javobi tutishidi. Qiyomatning do'zaxning o'ti degan tosh bilan adam qalam kuyidi deydi. Tosh bilan odamni kuydigan. Mundoq o't. Uni boshqa o'tan deb o'tmaymiz, kumas deb o'tmaymiz. Faqat bunga ya tosh degan butlar murod yoki kimlar murod? Kofirlar, shular bildiriladi. Undan keyin uiddat lil kafirin, kofirlarga tayyorlangan degandan keyin buni kofirlarga tayyorlanganini bildik. Yana birga Mu'tazila guruhiniki do'zax bilan jannatga tayyorlanmagan, yo'q degan aqidasiniki xato ekanligini. Uiddat lil kafirin degan kofirlarga tayyorlandi degan gapdan hozir yaradilib bo'lgan degan ma'no chiqadi. Ya'ni Mu'tazila firqasi nima deydi? Do'zax jannat yo'q. Qiyomat kuni paydo bo'ladi. Do'zax jannat keyin yo'qolib ketadi deydi. Yo'qolib ketadi, xolidin emas deydi. Ahli sunnat va jamoat bunday qilmaydi. U mangu, abadul abad. Jannatmi mangulik, do'zaxmi mangulik. Lekin hozir Alloh taolo yaratib bo'lgan deydigan mushu asosiy mazmunlar mushu bugungi darsdan. Musannif da'vatidagi fa in lam taf'alu wa lan taf'alu lamma arshadahum ila al-jihati allati minha yata'arrafuna sidqan nabiy sallallohu alayhi wasallam qala lahum. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo va taqaddas ularni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning rostchil payg'ambar ekanligini tunyolaydigan tarafga yetaklab bo'lgandan keyin qala lahum, ular mundaq dedi. Fa iza lam tu'ariduhu, qachonki sizlar u payg'ambar bilan muarada qilmasanglar. Muarada degan gapni sizga oldingi darsda payg'ambar uchun muarada degan she'riyatda burungi zamonda Cahiliyet davrida mesela Ukaz şehri hozirgi Toyibda Ukaz vazirida bir bozor bor. Suqul Ukaz deydigan. Shu yerga hajdan 2 oy burun, haj eyidan 2 oy burun butun
dünyadaki bütün Arap arallarından, cezirelerden şairler yığıldı. Şairler kilip yüzünün şiirlerini eğitip şu yada nima qiladi ko'z qiladi. Ham şiir musabaqasi o'tkaziladi. Kimning şiirini olsa şu birinci oldu. Shunda fasahatda yani eg'iz adabiyotiga intayin üstün şu vaqtdagi nimalar Arablar. Endi bir şeydeki muarada degan gap, masalan, iki şair musabaqada bir şiir o'qiydi. Undan keyin yana biri buni anglab shu naq maydonda, anda daftarga qolmaydi, ma'nosi yezib yurmaydi, naq maydonda shuni birini o'qiydi. Bu birini o'qiydi, bu birini o'qiydi. Oxiri kim o'qiy olmasa shu yengilgan bo'ladi. Mushuni deb ataladi muarada. Tushundingmi? Ya'ni she'rda yoki bir tahaddi, bir musobaqada birini keltira olishni muarada deydi. Keltirolmasa-chi, u chaqda yengilgan bo'ladi. Mana bu shayda fa illam tu'aridu, ya'ni sizlar o'xshash Qur'onning birini keltirolmaysanglar demakchi. Qur'onga o'xshash Qur'onning birini keltirolmasanglar va bana ajzukum, sizlarning ojizliginglar oshkor bo'lsa va vajaba tasdiquhu, ve o peygamberini yoki o Qur'onni tasdiqlash vojib bo'lsa fa'aminu, yani iman aytinglar. Ve khaful azabal muadda liman kazzaba ve anad, ve inkar qilgan, Qur'oni Karimni yolg'on degan, payg'ambarni yolg'onchi degan, ve anad degan, yani jahillik qilgan, tarsalik qilgan odam uchun muad tayyorlangan azobdan qo'rqinglar. Hozir bizga Imom Nasafiy فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي جنجا، يعني فإن لم تفعلوا نبدأ تفسير فإذا لم تعارضوه يعني demek تغم مضاق شيء صار فإن لم تأتوا بسورة من مثله جنبه وبان عجزكم كاتب مكان دكين ولن تفعلوا دكين وبان عجزكم ووجب تصديقه، من لازم مثلما عاجزlık aşkar olan dikين تصديقlaş gerek، muanede kılması gerek ووجب تصديقه فآمنوا وخافوا العذاب deb demek istediği şu kinayeniki oturduğu vasıtalarını çıkıp durmatıdı. Vasıtalarını bizge deb durmatıdı. Ve khaful azaba el muadda limen kezzebe ve anad. Ve fihi delilani, bu ayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'niki peygamberlikini ispatlaşkı iki tane delil var deydi. İki delil var. O iki delilin biri sihhatu kevnil mutahadda bihi mu'cizen. Yani mutahadda bih boğan. Yani mutahadda bih nima beda? Kur'an. Mutahaddi Allah subhanahu wa ta'ala taqaddas. Onun kenidin can ilan qılğıç Allah Taala. Can ilan qılınğıçı Quraysh küffarları. Endi can ilan qılınğan narsa üçün nima desanglar? Qur'oni Kerim. Mutahadda bihning mo'jiza ekanligining to'g'riligining isboti bor. Birinchi delil mutahadda bih mo'jiza haqiqatan. Muşu mo'jiza ekanligi to'g'ri. Mo'jiza bo'lgan bo'lsa, mo'jiz degan ma'nosi ojiz keltiruvchi degan, boshqalarni yu'jizun nas al-ityani min mislihi. Yani Qur'oni Karim mishadi o'zining mo'jiz ekanligini oshkorlab, butun insonlar buning o'xshash yana bir Qur'onni keltirolmadi. Keltirgan bo'lsa bo'ladi, shu yerda keltirolmadi. Demak, mana shu Qur'oni Karimning mo'jiz ekanligini haqiqatan hammalarning oydin isbotlab berdi. Yana birga İmam Busiri o'zining Qasidatul Burda degan kitobida bir she'r yozib degan ki hamma peygamberlerinin mo'jizasidan bu peygamberning mo'jizasi eng yuqori deydi. Mo'jizasi eng yuqori. Nima qilsa? Chunki boshqa peygamberlerning mo'jizasi davom etmaydi. Lekin bu peygamberning mo'jizasi hala bizning ko'z oldimizda bor, qiyomatga qadar davom etadi. Bu mo'jiza qolsa Qur'oni Karim. Qur'oni Karim hammamizning ko'z oldimizda bir harfimi o'zgarib ketmasdan turibdi, qiyomatgacha turadi. Ammo Musa alayhisalomning Tavrati muqammadi. İsa alayhisalomning Injili muqammadi. Davud alayhisalomning Zaburi muqammadi. Demak, bizning bu payg'amberniki payg'ambar bu boshqa payg'ambarlardan ulug', payg'ambarning mo'jizasi ham boshqa payg'ambarlarning mo'jizasidan ulug' deb Imom Busiri qasidasi yozgan edi. Shu oyatni mushak o'tkazib mana qazishingiz sanglar, sihhatu kawni mutahadda bihi mu'jizan. Vel ikhbaru bi annahum la yaf'alu. Va ikkinchisi va ularning hargiz qilolmaydiganligini xabar berish. Allah Taala'niki ularniki hozir bundan burniga keltirilmadi, hozir keltirilmayotdi. Bundan keyin hargiz asla keltirilmaydi degani, ya'ni g'aybni xabar berganlik, bu la ya'lamuhu illalloh. Allohdan boshqa hech kim bilmaydigan g'aybni xabar berganlik. Mana bu yerda Payg'ambar alayhisolamning haqiqiy payg'ambarligiga ikki dalil bor. Biri Qur'oni Karimning rasm mo'jizasi ekanligi, ikkinchisi Payg'ambar alayhisolamniki la yaf'alu degan
Muş haberini Allah Teala'nın belgelik çünkü Allah Teala ilmi gaybini Allah'ın başka hiç kim bilmeydi. Allah Teala haber belgelik için bu haber amel etti. Rast çıktı ki hiç kim keltiremedi. Hazırlık keltiremedi. Bunu yine keltiremeydi o. Mana. وَلَمَّا كَانَ الْعَجْزُ عَنِ الْمُعَارَضَةِ قَبْلَ التَّأَمُّلِ Emdi muaradanın Kur'an-ı Kerim'deki okşaş Kur'an'ı beni keltiriştin, karşı karşı robolo keltiriştin, aciz kelgen vaktida qabla teammul kel meşkuki fihi ledeyhim littikalim ala fesad. Emdi bizge fe illem tef'alu diki inniki sebebini getirmedi. Navada kılanmay kalsanla, şu navada kılanmay kalsanla eğer de keltirmay kalsanla da bir şekle bildirdiğin cümle nima uchun bunday keltirdi o deganga so'zlab valamma kanal ajzu anil muaradati qabla ta'ammuli kal mashkuk fi ladayhim. Yani ularniki bir muaradadan burun o'xshash bir jang maydoniga tushib, tahaddiga tushib, musobaqaga tushib, undan keyin bu Qur'ondan birini keltirolmasligini qilib boqmay turib, qabla ta'ammul degan bir ta'ammul qilish, o'ylanmay turib, Qur'oni Karim haqida bir yangidan bir Qur'on keltirish uchun buni o'ylanib boqmagan. Bular nima boqmagan, bular o'ylanib boqmagan degan Muhammad bizga Qur'ondan birini keltiradi deb o'ylab boqmagan. Payg'ambar alayhisalom dedi, bu o'ylanishdan burun kallasida keltiradi nima qilgan bo'ladi? Ha keltirishimiz mumkin deb o'ylashi mumkin edi. Mumkin keltirsak keltiramiz bizmi deb o'ylashi mumkin edi. Lekin bu qabla ta'ammul yo'q bo'lgan. Qabla ta'ammul kal mashkuki fihi ladayhim degan gap, ya'ni bir shak bor. Keltiralamu, keltiramazmi deganda shak bor holatdami da bo'ldi. Lekin nima ish qilsa littikalihim ala fasahatihim. İttekele yettekilu i'temade ya'temidan mesela mutaradif, kelimat mutaradife. Yani ulaniki ben bir sizde bitim o. Kureyş intayin fasahatlik. Eğiz edebiyatı intayin güçlük idi. Çünkü ola bizge intayin fasahatlikde fasahatike itimat kılganlığı, tayanganlık üçün ve itimadim ala balagati bulanın balagatiga işenci kılganlığı üçün onda bir şek var idi. Keltirsek keltirelemiz, mümkün keltirelemiz. Deb qabla ta'ammul, yani oyunun üstün bunun bir konuda şek var idi. Siqal kelamu ma'ahum ala hasabi husbanihim. Bu kalam ula velen billah şularniki gumanı buyica, şularnın gumanığı bakıp keltirildi. Nima deb? Faji'a bi in allati lishak. Yani şek üçün bo'lgan in bilan keltirildi. Senga balagat dersida chiqdi. In şek üçün, binasiniki, yüz bilishiniki bu yani az sandı bu için keldi in. İzâcu dese izâ tahakkukul vuku'. Binası çuqum buludu. Binasının buluşu cezmen bolsa bununla izâ vaka'atil vaqi'a. İzâ zulziletil ardu zilzâleha. İzâ keldi. Anladın? Yani mesela ve in tusibhumus sayyi'atu feyausun qanuti qiyada mesela. Yaxşılık qiyada izâ deb ataydi. Yaxşılık çünkü Allah Teala insan tug'ilgandan tatib ta ki ülep ketkigacha Allah Teala to'xtamay nima qilib turdi? İnsonga yaxshilik qilib turdi. Ihson. Lekin yomonlik az. İnne ma'al usri yusran fe inne ma'al usri yusra. Qiyinlik bir, yusr ikki, osonlik ikki. Yomonlik az, yaxshilik ko'p bo'ladi. Ve immessahu sharru deganimi navod ekanki bir kichikgina bir yomonlik yetib qolsa fa yausun qanut. Darhol umidini uzdi Allah Teala'dan deydi. Bir şeydimi qarang in degan nima uchun davomli shak uchun keladi. Ozlik uchun, chek uchun keladi. Allah Teala meyadi beşli in deb ketdi. Fa illam tef'alu. Navod keltirmay qolsanglar deb nima uchun desa, kafirlar qanday o'ylaydi onda beşida? Biz cho'qim biz keltiraymiz go deb o'ylaydi, shak qiladi. Lekin kim sinab boqqandan keyin keltirmaydiganligini bildi. Allah Teala endi beşli ularga bakib bildi keltirdi. Ala hasabi husbanihim. Faji'a bi in alladhi lishak. Endi duna idha alladhi lil vujub dawatudu. Lil vujub ma'si li tahaqqukul vuqu' degan bo'ldi. Vujub degan gap hükümdeki vacip kılış diye ma'na emas, belki yani bunun şu cezmen hakikaten 101 işte iza vaqa'atil vaqi'a deganda 101 cezmen bo'lgani uchun kelgan izani keltirmay, belki shak uchun bo'lgan inni keltirdi va abba ma'bur mazmun bo'ldi. Nima uchun? Shularniki holatiga muqtadoi holiga mutobiq keltirdi. Sen balog'atni darsida desat o'qiganda mavhul balog'at deganda balog'at degan yani kalamning muqtadoi holiga mutobiq kelishi. Mutabaqatul kalam li muqtadal hal degan. Kalamning muqtadoi holiga mutobiq kelishi balog'at. Alloh taolo birinchi qavlni nima uchun keltirdi? Shularniki holiga mutobiq holatga keltirib qo'ydi. Keltirdi. Va abbara anil ityani bil fi'li. Endi
Av fe illem te'tu bi suretinin ornuğa nemini keltüde bil fiil. Fe illem tef'alu diyen fiilini keltüde. Fe illem tef'alu diyen fiilini keltüde. Liennehu fiilun minel efal. Çünkü o ityan Kur'an-ı Kerim'de olsun keltürüş diyen ityanın üzümü fiilladın bir fiildir. Fiilladın içinde muğan bir fiil. Onu da bir ammevi fiilini keltüde. İşki fayda çıkıdı. Biri ihtisar. Kıskılık. Yine biri nemi kısan kıl? Kanda fiil kısan kıl? Kanda kısan kıl Kur'an'da beni keltüde diyen. İşki faydını bir de bir de. لأنه فعل من الأفعال والفائدة فيه. Bunundaki fayda ne medse? Ennehu carin mecral kinayeti allati tu'tika ihtisara. Manı bu innehu. Yani bu şu ityanın onuğa fiilini keltirgenlik el kinaye. Kinayenin ornuda manadı. Allati tu'tika ihtisara sizge ihtisarını yani cümledeki kısa sözleşmeyi icaz ne fayda verdiğin kinayenin ornuda mangan buldu. Endi kinaye degan ikki narsa bu yerda mayda ikki xil kinayani yaratgan bo'lish ehtimollik bor. Tushundingizmi? Birinchi kinoya damir. Bizniki qadimgi nahvda damirni nima deydi? O kinoya deydi bu qana. Damirni kinoya. Hozirgi zamonda nima deymiz? Damir deymiz, damir. Lekin ilgirki nahv, Sibaviyning kitoblarida masalan, bular ammo kitobda bizniki ilgirki kitoblarda tafsirlasafimi avvalgi tafsirlardan. Turati kitoblarda damirni deb qo'ydi o. Kinoya deb ataydi. Bu yerda hozir musannif ya'ni bir shaydagi fa illam taf'alu degani xuddi bir ismni oldin bir qadim nimaga o'xshaydi deydi. Masalan, bir ismni jaa Zaydun fadarabtuhu. Jaa Zaydun fadarabtuhu desam Zaydun bir qadim zikr qilindi. Ikkinchi qadim fadarabtu Zaydan demayman. Ikkinchi qadim nima deyman? Fadarabtuhu deb qo'yman damir bilan. Bu shuni kinoya bilan keltirman, to'g'rimi? Bu yerda qisqalik foyda, ixtisor foyda berildi. Xuddi shuningdek Alloh taolo birinchi qadamni qanday keltirdi? Fa illam ta'nima fa'tu bi suratin min mislihi deb keltirdi. Xuddi ismi zohir o'xshaydi, ismalarga o'xshaydi. Keyin fa illam taf'alu deb keltirgani xuddi ja'a Zaydun fadarabtuhu degandek damir bilan keltirgan. Ikkinchisini qayta takrorlagandan fa illam ta'tu bi suratin va lan ta'tu bi suratin min misli deb bo'g'icha fa illam taf'alu va lan taf'alu desa nima qilmoqda? Xuddi damirning o'rnida. Tushundingizmi? Ma birisi, yeni birisi biz besh degandek kinoya. İz lev lem yu'del en lafzil ityani ila lafzil fi'li lestutila en yuqal. Çünkü eğer bu ityan lafzının ornuğa yoki ityan lafzidan ila lafzil fi'il lafziga almashtirilmagan bo'lsa edi lestutila en yuqal. Fa in lam ta'tu bi suratin min misli va lan ta'tu bi suratin min misli deyishning o'zi nihoyatda uzroq ketgan bo'ladi, uzoq sanalgan bo'ladi, uzoq bo'lib ketadi. Demek bir şey kinayeni damir de bir şey sanılır. Şunalım. Ve la mahalle li kavlihi ve len tef'alu. Hem de Allah Teala'nın ve len tef'alu diyen kavlindeki grammatiklik ornu yok. La mahal diyen nima? Grammatiklik ornu diyen gap. Yani bu ne demeyimiz? Beşteki cümleden bağlanışı yok, alakası yok. Nemişka bu cümle mu'tarid. Cümle itirazı yani ki bilip kalma. La mahalle lehu minel i'rab daimen. Nemişka? Çünkü bu cümleni biz eğer bu cümle itirazını elivetsek mu cümle bozulmaydı. Mesela fe illem tef'alu fettekun naralleti vequduhan nas vel hicara. Mu'iddetil kafirin. Cümle tüket tamam. Ve len tef'alu diyen bu cümle itirazı diye beşteki bilen grammatiklik cihetten bağlanmaydı. Nahv cihetten bağlanmaydı. Yani bu biz mesela fe illem tef'alu diyen ma şart şunda ma fettekun naral ceza. Onun kendi dinlemeye şartın cevabı. Velen tef'aluğa yaşatının cevabı demeyimiz, yaşat demeyimiz. Velen tef'aluğa yaşatının cevabı mı demeyimiz? Şart mı demeyimiz? Çünkü la mahalle lehu minel i'rab. Hem de ne için getirdi bu ne da olsa? Anda payzok ne için getirdi ise ibay bize yapardık. Şek oldu. Hem bizdeki konuda keltirelemiz bu, keltiremez mi de şek var idi kablet teammül. Lakin Allah Teala ne dedi? Allah Teala velen tef'alu diyendikin şek, kuti'a şek. Herkes bu keltiremez diyendikin oylanıp olduğumuzun buludu. Oylansın mı keltirenmeydi, oylanmasın mı keltirenmeydi. Allah Teala şekli gizvetti billah. Şu cümle itiraz kanday akıl devamlıklısa, şunda bir konuğumuzda anda olamıken bundan bir hata, hayalimiz hep kalı kopkan hemen Allah Teala cümle itirazı keltirdi. Ya dikkat kıl. Onu kendiden maksatlık olup gidiyordu. Bu cümle itirazının faydası pek var. Acayip. Ama mühim yer kelirdi. Cümle muhatabede Kur'an-ı Kerim'de pek mühim orunda tutuldu. Buna dikkat kılış gerek. En mühim yer. Çünkü velen tef'alu'dan iki delil çıktı. Velen tef'alu diyen sözden Kur'an-ı Kerim'in rastlığı ve
Qur'oni Karimning rostliqi yana bir foyda qolsa, yana bir foyda bo'lsa, ilmi g'aybdan xabar berganlik Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki. Mushu bir jumla e'tirozdan chiqqan gap mush. Jumla e'tirozning foydasi mush. ولن تفعلوا لأنها جملة اعتراضية وحسن هذا الاعتراض أن لفظ الشرط للتردد فقطع التردد بقوله ولن تفعلوا. أمد بو اعتراضني نمي chiroyliqlashtirdi, nima güzellashtirdi, nima badiiylashtirdi, ilmi badi' babında bu. Nima badiiylashtirdi desa, anna lafz ash-shart fa in lam taf'alu degan shart lafzi lit-taraddud, ishkilanish uchun. Ya'ni akilamanmu, akilanmasmanmu, keltiralamu, keltiranmasmu degan shakning o'tirisida faqat at-taraddud, ammo jumla e'tirozi bilan Alloh taolo o'ziniki valan taf'alu degan qavli bilan taraddud kesib etdi, shakni kesib etdi, uzib etdi, shak qolmadi. Deyotdi. Xo'sh. Amdi musannif rahimahulloh bizga mishadiki valan taf'alu deki o'sha jumladagi lan degan so'zniki grammatikalik ma'nisi tahlilini so'zlab o'tdi. Bu yerdagi vala valan arab tilidagi la harfi nafi va lan harfi nafi uxtani fi nafi mustaqbal deydi. Yani mustaqbal keladigan zamonni nafi qilishda, inkor qilishdagi ikki qarindosh. Endi demak cho'g'ida ikkinchisi bi ma'ni degan uxtan degan gap, ikkinchisi ma'nidosh. Lamu nima qiladi? Keladigan zamonni inkor qiladi, lanmu keladigan zamonni inkor qiladi. İlla enne fi lan ta'kida. Faqat landa ta'kid bordir. Allohda yo'q bo'lmagan ta'kid landa bor. Masalan, men la yadribu desam urmaydi, faqat urmaydi. Lekin la yadriba desam-chu hargiz mu urmaydi. Asla urmaydi degan bo'ldi. Demak, landa nima ta'kid bor. Lada ta'kid yo'q. La normal jumla. Buni balog'atda qanday ataymiz? Bir odam nima qilib qolsa, akilamanmu, akilanmasmanmu degan shak paydo bo'lgan yerga qanday keltiramiz? Lam bilan keltiramiz. Lekin qalbida hech qanday nima bo'lmasa, shak bo'lmasa, ya'ni xabardan g'ofil bo'lsa, bilmasa, buni normal jumla keltiramiz. Asli qoida, ya'ni mavla hozir keltiralamanmu, keltiralamasmanmu deb shak bor ko'ngilda. Shak bo'lganlik uchun lan taf'alu deb kuchlantirib keldi. Agar hech qanday masalan xabardor bo'lmagan bo'lsa edi, xabar bo'lmagan, g'ofil bo'lgan bo'lsa edi, balki bunga nima vala taf'alu deb keltirgan bo'lsa nima vala yaf'aluna yoki vala taf'aluna deb keltirgan bo'lsa bo'ladi. Mana lan taf'alu deb keltirsa bu qalbidagi shakni kesish. Hammasi balog'at bilimida ayrim chiqadi. Undan keyin va'anil Khalil amdi Khalil ibn Ahmad al-Farahidi asluha la an va indal farra'i la. Nima deydi? Khalil deydiganki, buni asosi lanning asosi la an. Shuninglar hamza nima qilingan? Hamza hazf qilinib, la andagi ishki bu nunning hamzasi, lamning alif hamza qilinib lan qilgan lan deydi. Va indal farra, imom farra nima deydi? Bu asosi la edi bu. Asli la. Lekin ubdilat alifuha nunan. Buning alifi nunga o'tkazilgan, nunga almashtirilgan. Nunga almashtirgandan keyin lan bo'lgan deydi. Va inda Sibawiyning ko'z qarashida bu lan degan harfun mavdu'un li ta'kidi nafil mustaqbal. Ya'ni keladigan zamonni inkor qilishni ta'kidlash uchun qo'yilgan bir harfdir deydi. Mushu hada huwa al-qawl ar-rajih. Sibawiyning ko'z qarashi lan degan keladigan zamonni inkor qilish uchun qo'yilgan bir harfdir. Davatidu musannifning mushqavini talab etishdi va lan uxtani fil mustaqbal illa anna fi lan ta'kidan degan İmam Sibawiyning ko'z qarashini musannif ham tanladi. Hada huwa al-qawl ar-rajih. Wa innama ulima annahu ikhbarun 'anil ghaibi 'ala ma huwa bihi hatta sara mu'jizatan li'annahum law 'araduhu bi shay'in lashtuhir. Endi bu yerda bir savolga e'tirozdan birga javob beradi. Masalan, innama qachon bu kitobda innama kelsa, nimaniki innamas bo'ladi? Yani bir kelgan e'tirozning javobi bo'ladi. E'tirozning javobi. Ya'ni bir savol keldi. Nima deb? Kayfa ulima annahu ikhbarun 'anil ghaibi 'ala ma huwa bih hatta sara mu'jizatan degan bir savol keldi. Nima deb? Qanday bilindi? Bu Qur'oni Karimning mo'jiza ekanligi, ya'ni buniki g'aybdan xabar bilish ekanligiga tayinib turib, buning mo'jiza ekanligi qanday bilindi? degan bir savol kelsa, deydi. Savol kelsa, ya'ni uning
Kur'an-ı Kerim'deki ala ma huve bih diyen gap asldagi holat. Ala ma kan degan bo'ldi. Ala ma huve bih degan gap asldagi holatni g'aybdan xabar berib, mo'jiza bo'lganligining bilinishi li'annahum sabab. Chunki ular law araduhu bi shay'in lashtuhir. Agar ular bir narsa bilan Kur'an-ı Kerim'ga bir sura emas, bir oyat keltirgan bo'lsa edi. Bir oyat keltiradigan bo'lsa, bir oyat keltirish bilan qarshilik bildiradigan bo'lsa, ro'baro turadigan bo'lsa, muarada qiladigan bo'lsa edi, lashtuhir bu mashhur bo'lib ketgan bo'lardi. Mashhur bo'lib ketgan bo'lardi. Nimishqa fakayf? Qandaqmi mashhur bo'lmasin deydi. Fakayfa lam yashtahir deydi. Qandaqmi mashhur bo'lmasin? Vatta'inuna fihi akthar min az-zabbin anhu. Kur'an-ı Kerim hakkında ta'na qiluvchilar, Kur'an-ı Kerim'in düşmanları, Kur'an-ı Kerim'in yaman ko'guvchilar min az-zabbin anhu degan Kur'an-ı Kerim'in mudafi'ina, zabbina mudafi'ina. Kur'an-ı Kerim'in mudafi'a qiluvchilardan ko'p to'g'antisi shu vaqtida. Shu vaqtida kafir ko'p, musulmon az edi. Shunda turib uni keltirolmadi. Agar keltirgan bo'lsa maxfiy bo'lib qoladimi? Yo'q, maxfiy bo'lib qolmaydi. Balki mashhur bo'lib ketgan bo'ladi. Ondan keyin ve şurita fi ittiqa'in nar intifa'un ve şurita fi ittiqa'in nar intifa'u ityanihim bi suratin min mislihi. Endi dovzaxdan saqlanishda ularniki Qur'on-i Kerimga o'xshash surdan bir surani keltirilishining inkor qilinishi shart etildi. Shart. Fa in lam ta'tu bi suratin min mislihi deb şunun şartı oldu. Eğer fe illem tef'alu degan nima şartı bo'ldimi? Ya'ni Qur'oni Kerimdan birini keltirolmasanlar fattaqunnar. Dovzaxdan saqlaninglar deb ittiqonlarda ityanu sura shart etildi. Nimish qadisa li annahum iza lam ya'tu biha, chunki ular Qur'oni Kerimning o'qishini keltirolmasa ve tebayyana ajzuhum anil muarada degan ularning muarada qarama-qarshilik bildirishdan, birini keltirishdan ojizligi oshkora bo'lsa, sahha indahum javob. Ularning ko'z qarashida sidqur rasul, payg'ambarning rostligi to'g'ri bo'ladi. Payg'ambarning rostligi to'g'ri bo'ladi. Fa iza sahha indahum sidqu. Am ularning ko'z qarashida payg'ambarning rostligi to'g'ri bo'lsa, summa lazimul inad. Ondan keyin bular yine o'zidagi kajlikini, o'zining tarsaligini, jahilligini lozim tutib, jahillikni turaversa ve ebevul inqiyad diyen boysunuşku unumasa istevcebun nar. Bunu devzakının üzerine vacip kılgan buludu. Fakile lehum şu sebepten Allah'ın da değildi. İn istebentumul acze, sile aciz kıldıqallıqlarını bayqısanlar, bilgen bolsanlar, fetrukul inad, tersalıqını terk etinlar, fevdi'a tersalıqını terk etinlar, fevdi'a fittakun nar, mişadiki fettakun nar diyen muşu söz mevdi'ahu, fetrukul inadның ornuğu kuyuldu. Nimişka? لأن اتقاء النار, çünkü dovzaxdan saqlanish bo'lsa sababu tarkil inat. Ya'ni tarsalıqni tark etishning sababidir. Ve huve min babil kinayeti. Bu bo'z kinoyaning bobidandir. Ve huve min shu'abil balagha. Kinoya degan balog'atning tarmoqlaridandir. Ve faidatuhu degan bu kinoya so'zni kinoya bilan keltirilgan bu so'zning foydasi al-ijazul lazi huwa min hilyatil Qur'on. Ya'ni Qur'on Kerimning zibu zinnatlaridan bo'lgan icaz, kısık sözleştirdiler. Ben başta size söyledim bunu. Hemen. Yani kinaya diyen ne madde? Kinaya diyen lafzun yuridu yani yuradu lazimu ma'nahu. Yani yuradu bihi lazimu ma'nahu ma'a cevazi iradeti ma'nahu. Yani kinaya diyen kadar lafız yani bunun sözünün, bu sözünün ma'nasının lazımısı irade kılındı ve şu sözünün üzünün ma'nasını irade kılış hem caiz. Demek miyada Fettakun narını hem irade kılımız. Fettakun nar. Devzaxtan saqlanish. Lekin devzaxtan saqlanishligi sababi nima? Devzaxtan saqlanishning sababi nima? Yani terkul inat. Yani kajlikni, tarsalıqni. Inat degan nima? Muayana degan haqni bilib turib, narsani haqligini bilib bo'lgandan keyin o'ziniki botilda turib olish muayanadir. Bir narsaning haqligini bilib bo'lgandan keyin yine o'zining botilning ustida turib olish nima deb ataladi? Muayana deb ataladi. Siz mana muayanadan tark etdingiz. Bilib bo'ldinglar. Qur'onda birini keltirolmadinglar. Keltirolmagandan keyin sizlarniki bu sizlarning botil ustida ekanliginglar Qur'on Kerimning haqiqatligi oshkorlandi. Endi undan vaqtga sizlar botilda tura olmay, botilligini tark etib tashlanglar. Chunki bu sizlarning botilligini tark etganliginglarning o'zi dovzaxdan saqlanishning sababidir. Anladın? Şunun sebebi şu olgandan keyin bu yerda kinoya qilib Alloh taolo buni keltirdi, qisqa keltirdi. Xo'sh.
Endi musannif bizga mana shu fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijara degandagi vaqud degan so'zniki tafsirini qilyotdi. Vaqud degan ma turfa'u bihin nar, ya'ni o't ko'tariladigan narsa. O't ko'tariladigan narsa ya'ni o'tning yolqini, lahabun nar. O'tning yolqini nima bilan ko'tariladi? O'tin bilan ko'tariladi. Yiqilg'u degan gap. Vaqud degan yiqilg'u. Masalan, o't qanday ko'tariladi? O't past yongan bo'lsa, o'tdan salsak o'tniki o't tubiga chiqadi, ammo o't ko'tariladigan narsa degan nima? O'tin degan gap. Yiqilg'u, o'tin deymiz. Sizda nima deydi uni? Val vaqudu ma turfa'u bihin nar, ya'ni o't ko'tariladigan narsa degan, o'tning yolqini ko'tariladigan narsa. Ya'ni al-hatab, o'tin ne demakchi deyapti. Ya'ni yiqilg'u degan, o'tin miyadiga keladi. O'tin. Va ammal masdaru amdi vaqud deganniki bu vaqud nima demak? Ism demakchi. Hatab degan iroda qilingan bo'lsa, bu yerda nima ekan? Ism murod. Bu yerda ism masdar. Endi bu yerda va ammal masdar. Ammo masdar desa famadmum vuqud bo'ladi. Buniki vaqada yaqidu vaqudan vuqudan masdar famadmumun deydi. Vaqad jaa fihi al-fath. Endi masdar deb vaqudan demak kelibdi. Ya'ni bir masdarda vaqudan deb ikki xil kelibdi deydi. Hocam bu gap tugadan vasilatu allazi va allati. Endi bizga ism mavsul deyotdi. Vasilatu allazi va allati. Miyadgagina fattaqun narallati degan allati shundami? Ama allazi chu desangni demak umumiy so'z deyotdi. Ism mavsul demakchi. Ism mavsul degan allazi allatining silasi nima bo'lish kerak? Yajibu an takuna ma'luman lil mukhatabi. Muxotabga ma'lum bo'lish kerak. Men oldingi darsda ismli bo'lish kerak. Sizlarga shu in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina degan ma'ni sizlarga ma mavsuf yoki mavsul deb berdim. Mavsuf bo'lsa qanday bo'ladi, mavsul bo'lsa qanday bo'ladi deganda ismli bato mavsuf bo'lsa nikira bo'ladi. Ya'ni fa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ay min shay'in nazzalna ala abdina mavsuf bo'lganida ma'ni etamiz. Lekin mavsul bo'lganida وإن كنتم في ريب مما نزلنا من قرآن الذي نزلنا على عبدنا deb Qur'on deb ma'ni etamiz. Nima uchun? Ism mavsul deganniki silasi nima bo'lish kerak? Chuqum muxotabniki oldida ma'lum bo'lgan narsa bo'lish kerak degan bu gap shu yana. Davatadiki vallati allati va allatining silasi kelgan sila yajibu an takuna ma'luman lil muxotab. Muxotabga ma'lum bo'lish kerak. So'zni anglab turgan ikkinchi shaxsga ma'lum bo'lgan bir so'z bo'lish kerak. Fayahtamilu an yakunu amda bizga ham sababini aytadi. Unda Alloh taolo fattaqun narallati waquduha an-nas wal hijara deb ma'diki allati deganning silasi qasimiyat qarindoshlar an-nar demakchi. Fattaqun nar deb ya'ni allatining silasi an-nar demakchi, oldiga chiqdi demakchi. Ya'ni allatining silasi an-nar bo'lsa, bu an-nar qanday keldi bu yerda? Ma'rif bilan keldi. Fattaqun nara deb an-nar ma'rif bilan keldi. Nima uchun ma'rif bilan keltirdi desa, cho'qim muxotabga ma'lum bo'lgan narsa bo'lish kerak. Endi savol keladi. U kofirlar dovzaxni tunyapti dedi. Dovzaxni bilamdi dedi. Kofirlar narni boyligini bilamdi dedi. Qur'oni Karimda ajab nima bilan keltiribdi? An-nar deb ma'rif keltiribdi deb savol kelib qolsa deyotdi. Sizlar mushaqda ulumol Qur'on degan kitobda o'tgan haftada qoidatu at-ta'rif va at-tankir degan o'qidinglar. Asli qoida birinchi qatim qanday keltirish kerak ekan? Nakir keltirish. Ikkinchi qatim takrar kelganda ma'rif keltirish. Shundami? Biz fa'asa nima? Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Birinchi qatimda fir'auna rasula deb rasulni nima keltirdi? Nakir keltirdi. Ikkinchi qatimda fa'asa fir'aunur rasula deb ikkinchi qatimda alif lam bilan keltirdi. Ma'rif keltirdi. Asli qoida shu, qoida. Endi bu yerda وقودها الناس والحجارة deb an-nar qanday keltiribdi? An-nar deb ma'rif keltiribdi. Qachon chiqqan bu? Qanday biladi buni? Bu kofirlarga nisbatan nakira tusa deb bir savol bergan bo'lsa deyotdi. Javob berib, fayahtamilu an yakunu sami'u min ahli kitob. Kofirlarning dovzaxning borligini kitobiylardan anglagan bo'lishi nima? Mumkin. Anglagan bo'lishi mumkin bil. Aw min rasulillah yoki Rasulullohning o'zidan musulmon bo'lganlar bo'lmasa dovzax kelsa Rasulullohning o'zidan olgan bo'lishi mumkin. Aw sami'u qabla hadhihi al-ayat ma ayatdan burunqi Alloh taolaning sura Tahrimdagi ya ayyuhan nasu qu anfusakum va ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara degan
Bu ayet kelimini anlamış mümkün. Çünkü o Sure Tahrim nerede nazil olgan? Mekke. Sure Tahrim Mekke nazil olgan. Sure Bakara çoğu Medine'de nazil olgan. Tabii ki Mekke'de nazil olgan, Sure Baqara nazil olgan. Mekke'de anlagan bolsa, naran deb yardım kelgan edi, nekir kelgan edi. Ayyuhallazina amanu. Siz qarg'anning ustidan cho'g' nima chiqdi? Ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhannasmu. Ya ayyuhan nasu. Ya emasken ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara. Adaganda ey mu'minlar, sizlar o'zinglarni va ahlinglarni dovzaxdan saqlab qilinglar. Narni bir dovzaxdan degan ajoyib bir dovzax nar nekili keldi. Sizlarga qattiq bir tahvillik kerak. Ajoyib azob qattiq bo'lgan dovzaxdan nima birni qilishimiz bir degan gapni keladigan shu. Saqlab qolinglar va quduha an-nas wal hijara. U dovzaxning yiqilg'usi nas degan inson va toshdir degan oyatda nima keldi? Nekili keltirildi. Amdi mayadiki mav va fattaqun nar allati degan nar ma'rif keltirildi. Shu narga ishorat qilyapti. Shu narga ishorat qilyapti deydi. Va innama ja'atin nara وإنما جاءت النار منكرة ثم. Demek النار ثم diye ayette yani Sure Tahrim'de nekir halet keltirildi ve muarrafeten huna bu yerde fattaqun nar de ma'rif halet keltirildi. لأن تلك الآية نزلت بمكة. Çünkü o ayet Mekke'de nazil olgan. ثم نزلت هذه andaki ma ayet olsun Medine'de muşaren biha diye bu ayetni ila ma arafuhu evvelen. Yani avval bulup bilgen nasıl işaret kılgan halette nazil bo'lgan edi. Va ma'na qawlihi ta'ala Alloh taolaniki allati waquduha an-nas wal hijara degan qavlining ma'nosi bo'lsa annaha narun mumtazatun an ghayriha min an-niran bi annaha tattaqidu bin-nas wal hijara. Bu dovzaxning o'ti boshqa o'tlardan o'zining boshqa o'tlardan ayrilib turadigan bir ajoyib bir o'tdir. Bi annaha degan qanday qilib ayirib turiladi desa bi annaha tattaqidu bin-nas wal hijara. Bu dovzaxning o'ti insanlar bilen ve taşlar bilen hicara degan nima emas mufrat emas bu cem hicara degan hajarniki ko'plik shakli hijaratun hajar hijara degan texmi ko'p cem bo'ladi ya'ni toshlar emas tosh demaysilar ya'ni yiqiluvchi insonlar va toshlar bo'lgan dovzax degan bo'ldi ya'ni nima ish qilsa bu dovzax boshqa o'tlardan ayrilib turgan yeri mushu. Başka otlar utun döküydü, kümür döküydü, benzin döküydü, un döküydü, bun döküydü. Başka narsa dökülse ahiretinin uti aşu. İnsan taşlangan sırı. Taş taşlangan sırı tekima özüyle küydüğün gibi. Tekima. Bunda küydüğün. Yani bu neme bu tehdit. Acayip katı tehdit. Ve hiye hicaretul kibrit. Emdi meyadiki musannif bizge hicare diyeninde iki kıl meyadini bağlı davatıdır. Birinci meyanisi kibrit, güngürt. Güngürt teşhi davatıdır. İkincisi butla demekçi. Hicaretul kibrit degan yani güngürt taşıdır. Güngürt taşlarıdır hicare biyadiki. Fehiyye nemiş ki güngürt taşını getirdi dese çünkü fehiyye güngürt taşları degan eşeddu tevakkuden degan gap iştialen degan bo'ldi. Eşeddu iştialen ve yani tutuşuş cihetten ve küyüş cihetten bek qattiq yittik tutuşudu. Xuddi benzinning yitib o'tib ketgandek yittik tutuşudu ve bek qattiq kuyudu. Küyüşni qattiq kuyudu. Ve betav humuden degan gap üç cihetten kichikroq degan gap bek ters tutuyordu. Acayip tez tutuşudu. Bek qattiq kuyudu. Lekin o'chmaydi. Daha uzak kuyudu demekçi güngürt. Uzak kuyudu. Ve entenu raihaten yedi bek bedbuy yani ses kıpıraydı. Yedi bek bedbuy. Ve elsaku bil bedeni bedengi bek qattiq çalıştı. Bedengi fıcıt çaklış oladı güngürtdeki aşı nemelere taşı elip bedengi çaklaşı o bek çaklaşı kuyudu bedenge deydi. Demek bizge qancha sifatli izlepedmede bir qattiq yanıdı kuyudu. Uzak kuyudu o'chmaydi. Yedi bek bedbuy ses kıpıraydı. Bedengi tiz çaklışıdı, bek çaklışıdı, çan çaklışıdı. To'rt xil sifatimizga bayon qilyapti. Shuningdek toshni billa tashlaydi ulardan degan ma'no bo'ladi demoqchi. Yoki bunda ma'no. Ya'ni gungurt tashiydigan chaqda texmi qattiq ko'ydirish uchun degan ma'no chiqadi. Ammo but degan chaqda unda ma'no chiqmaydi. But degan chaqda avil asnabul ma'buda yoki ibodat qilingan butlar deyapti. Fahiyya ashaddu tahassuran. Bu chaqdagi ma'no nima? Sabab nima illa ashaddu tahassuran.
ularni texmi hasrat çekkizish, hasrat nadomat çekkizish, pushaymon qildirish, texmi qattiq pushaymon qildirish uchun billa tashlaydigan gap tashlaydi. Bo'lmasa tashlashning gunohi yo'q boshqa. Tashda bir hismi yo'q, tashda bir tuyg'umi yo'q. Lekin mushu tashlaqanligi bu dunyoda sen mushu tashla deb Alloh taolo uni qilmoqchi, buni mushu tashlab ko'ring deb tashla. Ha ko'rsa, izzat senga nima ish qilib ibodat qiladimi? Senga nima ish qilib ibodat qiladim deb hasrat chiqish uchun, pushaymon qilish uchun hasrat, nadomat, yuz nadomat birla hasrat, ishtiyoq deb ayda hasrat chiqish uchun shuni qilinadi. Va innama qarana an-nas bil hijara. Endi insonlarni hijara bilan juplab qo'ydi. Nimish qildi? Annahum qaranu biha anfusuhum fid dunya. Alloh taolo do'zaxda insonlarni tashlab bilan juplab qo'yishi, chunki ular dunyoda o'zini nima bilan shu nimaga butlarga juplagan edi. Yani butlarga ibodat qilib, butlardan birga yurgan edi. Haythu abaduha qanday qilib desa, yani ular ibodat qilib va ja'aluha lillahi andada, butlarni Alloh taologa hamdan tang tush qilib, tangdash qilib ibodat qilgan edi. Va nahvuhu qawluhu ta'ala. Buning o'qishi Alloh taoloning buni qavlishini o'xshaydi. İnnekum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehennem. Sizlar hakikaten sizlar ve sizlar Allah'ını koyup Allah'tan başka ibadet kılıyatkan butlarınlar aslamukum hasabu cehennem diye hatabu cehennem. Cehennemden utallarıdır. Ey hatabu hada. Ya bu ayet mi şunu gösteriyor? Demek bu ayet ile karşında Kur'an bilen tefsir kılış en birinci tefsir usulü. Kur'an bilen ayetinin tefsir kılış usulü en birinci derece tefsir. Şu bu çağında bir yerdeki vel hicare degenden ne muratken? Vel hicare degenden ne muratken? Yani butlar. Butlar degeni en güçlü mana degen. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devzakın utunu ispatlab, devzakın utu bu dünyanın utudan 70 neticesi güçlük degen idi. Onunla güngürtteşi bomuzu mu yine katlı küyü bir damil etti. Şunda oğandikin şu butni bile taşıdığın mana ben çubman aydı şu yani birinci mana da böyleyim ben. Muş bek doğru. Şu musannif birinci kibritni keltiribdi, lekin ikkinchisiga ba'zi musannifniki ba'zan uslubi, ba'zi kuchlik ma'noni keyin keltirdi. Masalan, Abay Sibeviyniki qavlini qachon keltirdi? Oxirida keltirib, o'zi beshi talab qilgan edi. Xuddi shuningdek, ikki ma'noni keltirdi, lekin kuchlik ma'noni keyin keltirib, dalilni nima keltirdi? Innakum va ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam deb ayetni keltirganligi kuchlik ma'noni musannif uslubi boshqa musannif uslubi o'xshamaydi. Bu musannif bilan tushungan vaqtimizda ham biz nihoyat yaxshi ma'nolaymiz. Hozir boshlaymiz. فقرنهم بها محماة في نار جهنم إبلاغا في إلامهم. Endi Allah Teala ularni bu taşlar bilan juplab qo'ydi. Nima qadisa muhmaten fi nar cehennem. Yani cehennem o'tida texmi qattiq qizitilishi uchun tahmiyata degan bo'ldi. Cehennem o'tida texmi qattiq qizitilishi uchun iblagan fi ilamihim. Ularni dertlendirish, ularni azoblashda texmi chekiga yetkazish, mubolag'alashtirish uchun. Uiddatil kafirin degan bu cehennem o'ti kafirlarga tayyorlangandir. Yani huyyat lahum ularga tayyorlandi. Ve fihi delilun bu ayet Allah Teala'nın bu kavlida delilun ala ennen nara mahlukatun devzakның yaratılıp bo'lgan ekanligiga delil bordir. Xilafen lima yaquluhu Jahm ibn Safvan. Yani Jahm ibn Safvan degan gapga xilaf ve Mu'tazilaning qavliga xilaf. Çünkü ular hammasi nima deydi? Devzak bilan cehennem yo'q, cehennem cennetler yo'q. Lekin keyin Allah Teala yaratdi deydi. Kur'an-ı Kerimning nak oyatları, zahir oyatları hammasi uiddat lil muttaqin, uiddat lil kafirin, masalul cennetilleti uidal muttaqun. Hamma oyatlar ularning yaratilib bo'lganligini ko'rsatadi. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu taala va sallama ala xayri xalqi sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.